Assalomu alaykum va rahmatullohi va taala barakatuh. Hurmatli akalar, hojilar, salomatmisizlar, omonmisizlar? Hozir peshin namozini o'qib o'tirsam, ikkita o'zimizni o'zbek tilida gaplashadigan hojilarimiz gaplashyapti. Tavof qildingmi, qildimi? Necha marta qilding? 3 marta qildim. 3 marta qildi desa, 7 tadan 21 marta tavof qilish shekilda o'yladim. Keyin u aytdiki, o'sha 3 marta qildim degan. 3 marta tavof qildim, 3 marta yo'la aylandim. Qarasam charchab ketdim, bo'ldi. Qaytib chiqib kelaverdim, deyapti. Bu tavof degan narsa, hurmatli hoji akalar, hojiyalar, Ka'baning haqqi hisoblanadi. Masjidul Haromning haqqi. Ka'bani atrofida yurgan hoji eng yaxshi, mahbub, suyukli amali ko'proq tavof qilishlik kerak degan. Tavof necha marta bo'ladi? Tavof 7 marta bo'ladi. 7 marta Hajarul Asvoddan boshlaysiz, Hajarul Asvodni tugatasiz 1 marta. Shu yo'nalishda 7 marta Ka'bani atrofini Hajarul Asvoddan boshlab Hajarul Asvodni tugatadigan bo'lsangiz, 7 marta qiladigan bo'lsa, shu bitta tavof hisoblanadi. Shuni esingizlardan chiqarmanglar. 2-3 ta qilgandan keyin uzoq ekan, haligi tevaga chiqib olgandan keyin charchab ketdim, chanqab ketdim, qistab ketdim, u yoqqa chiqdim, bu yoqqa chiqdim. Shu bilan tavof qolib ketadigan bo'lsa, shu tavof masalan 3 ta qildingiz, 4 tasi qolib ketdi. Bo'yningizda qazo bo'lib turadi. Esingizlardan chiqmasin. Xo'p, tavof qilayotgan kishi e'tibor beradigan narsalar nimalar? Tavof qiladigan kishi albatta tahoratli bo'lishi kerak. Tavofning maqomi xuddi namozni singari. Namozga qanday tahorat shart bo'lsa, tavofga ham shunday tahorat shart bo'ladi. Farz tavof bo'ladimi, nafl tavof bo'ladimi, farqi yo'q. Xo'p, tavof qilayotdingiz, tahorat qilsab ketdi. Aytaylik, 3-tavofda 4 ta tavof qoluvdi, tahorat qilgisi kelib ketdi. Yengil tahorat qilish kerak bo'lsa, haramning ichida zamzamlar bilan tahorat qilaverasiz. Lekin kattasiga bo'ladigan bo'lsa, tashqariga chiqasiz. Shunda xuddi namozda tahorati buzilgan kishi namozdan qanday chiqib ketganda singari o'rnini bekitib haramdan chiqadi tashqariga va ana o'sha kattasi lozim bo'lib qolgan kishi tahoratxonaga borib, bemalol tahoratini qilishligi mumkin, ammo sharti o'sha tashqari chiqqanda to yana tavof qiladigan joyiga qaytib kelmagunicha dunyo ishlariga aralashmasdan, magazinlarga, do'konlarga aralashmasdan, tanish bilishlar bilan ko'rishib, salom alaykum qilib, gaplashib, u yoqdan bu yoqdan dunyo holatlaridan gaplashmasdan qaytib yana kelgan yeridan tavofni davom ettirib 4 tasini qilish shart bo'ladi. Agar tashqari chiqqanda o'sha yerda misol birov bilan ko'rishib qoldi, chaqchaqlashib o'tirdi, ancha orada uzilish paydo bo'ldi yoki misol do'konga ko'zi tushib qolib, do'kondagi narsalar ko'ziga ajoyib ko'rinib ketdi, do'konga kirdi. Shunda bu odamni narigi 3 ta tavofi ham nima bo'ldi? Hayib ketdi, bekor ketdi. Boshqalardan kirib 0 dan boshdan oxirigacha tavof qilishlik kerak. Yo'q, hech nimaga aralashmasdan chiqib, yana qaytib kirgan bo'lsa, kelgan yerdan 3-tavofni qayerda kelgan bo'lsa, shu yerdan qolgan 4 ta tavof davom ettirib, oxirida 2 rakat namozni o'qib, shu bilan tavofdan xoli bo'ladi. Esingizlardan chiqmasin. Bitta tavof degani 7 marta Ka'bani atrofini Hajarul Asvoddan boshlab, Hajarul Asvodni tugatishlik aytiladi. Xo'p, Hajarul Asvodni misol o'pishlik shart bo'lmagan holatida qo'lingizni, o'ng qo'lingizni ko'tarib, Hajarul Asvodga qarab bismillah Allohu akbar deb ko'tarishingiz kifoya qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi o'rinlarda hattoki uzoqda turib, tuyalarda tavof qilganliklari va qo'llarida hassa asolari bor vaqtida asolari bilan o'sha qo'llarini, asolarini ko'tarib Hajarul Asvodga istilom qilganliklarini aytiladi. Alloh taolo barchalarimiz amallarimizni qabul qilsin, xatolarimizni isloh qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.